Xitoy aslida lag'mon makoni, lag'monni 1000 xil turi bor va bir porsiyani o'zi bizni pulga 44-45 ming atrofiga keladi. Lekin bizda bir porsiya qanaqasiga ozroq berilsa, 2 porsiyani shaklida keladi. Juda ko'p. Bir odam o'zi to'yib, ya'ni qo'shimchasiga ikkinchi odamga ham bersa bo'ladi. Porsiyasi katta. Ya'ni katta porsiyada 2 porsiyada 45 mingga siz lag'mon olib yeyishingiz mumkin. Da shunaqa. Bizani O'zbekistonda Uyg'ur milliy taomlarida ham lozichoni yo'q. Lozichoni qilishni ham tavsiya beradi. To'g'rimi? Lozisi qo'yman bilan topdim. Lozijonni ko'rsataman hozir. Mana. Lozi. Achchiq zo'r. Soyalar bilan mazali taom, lag'mon taomi. Bizda osh, Xitoyda lag'mon. Yoqimli faqat. Olmani quritilgani, banan quritilgani, apelsin. Uchrashuv. Zo'r narsa ekan. Xullas, kameraman bitamidi, hatto to'g'ri shovonman. Xullas, o'rtoqlar, biz uchrashuvga keldik. Uchrashuv, svidaniya, kuchuklar uchrashuvi. Mana bir-birini kim-kimni yoqtiradi, ketidan yugurib yuradi, do'stlashadi, sevishadi. Xullas, mana shunaqa. Majlis o'tkazadi. Hello。吉娃娃有点儿。可能是兔儿。吉娃娃。又像吉娃娃，又像小鹿。看耳朵有点小那个。Anu joydagi manzarani ko'rsangiz, umuman boshqacha go'zallik. Okay. Lababu bor ekan, lababu. 没有那个，没有，没有。没有猪，做的那个还是白？没有，没有。没有肉，没有肉。那么妈咪，ko'kariku. 没有。 Xitoy tilini bilmasa juda ham qiyin o'rtoqlar. Chunki rus tilini, ingliz tilini bilib unaqa ko'p ishlatishmaydi. 中文吗？要喝的。 Vayin jemlar. Mana marojnaylarni mana bunaqa holatda qarang. Buni ham yeb ko'ramiz. Mana bunaqa ovqatlar ham bor ekan. Premyorlari. Mana bunaqa sochlari ham bor ekan, taqib qo'yaman. Haqiqiy xitoylik qilib qo'yishar ekan. Bizda fotostudiyalar bormi shunaqa bo'yanadigan narsalargacha qilib qo'ygan? Men ko'rmaganman lekin. Balki bor. Yangi biznes. Bu faqat mana shu biznesmenlarga ataladi shekilli videomiz Bu polni. ha, fotostudiyalar qilib qo'ysanglar, hattoki qizlarni bo'yanadigan joylarigacha tayyorlab qo'yishgan. Soch pariklar, zakolkalar, qo'yni. Hattoki lekin men ko'rmaganman. Bu 100% ko'rmaganman. Hech qaysi fotostudiyada oyoq kiyimlarni ham to'g'rilab qo'yadigan. Mana oyoq kiyimlarigacha bor. Bitta, ikkita, do'konlardan bitta, ikkita. Bu darajada oyoq kiyim. Razmerlari bilan. Milliylikka, ya'ni o'sha iz qoldiradi. Mana qarang, mana rasm chiqargan joylar. Tepada mana shu Fotostudiyasi bor. Ko'rib chiqasizmi nozim? O'zingiz nima bilan? Mana atrofdan Chiqsa bo'lardi, chiqish qo'ying. mana masjidda, mana tepaga chiqadigan joyda. Katta yoqalar bor, zonalarda. Juda chiroyli. Yoqdingizmi? Yoqdi. Menga hamma narsa yoqadi. Hamma narsaga pozitiv qaraymiz, hamma narsani sevamiz va eng asosiy o'zimizni sevamiz. Bu qayerda joylashgan? Tianjin. Bu Tianjin shahrida, Pekinni yonidagi eng yaqin shaharlardan biri, 4-port shahar. Bu tomonda hattoki qarayli kichkina bolalarga ham oyoq kiyimlarni tayyorlab qo'yishgan. Hammasi bor. Erkaklarga-da. Juda chiroyli. Ni hao. Topalon qilmaymiz. Bunaqa yerlar bor. Xullas, Xitoy koloriti, Xitoy hidi ufurib turibdi-da. Shunaqada Xitoyda shunaqa bo'ladi-da. Shuni ayting. Bolalar o'ynaydigan maydoncha, kattalar ham chiqib o'ynayapti. Ayni damda biz ovqatlanadigan joy Broadwayga keldik. Broadway aylanib, sayr qilib, ovqatlanib yuradigan joy.
I did it in Uzbekistan. Uzbekistan. Kulyapti o'zi ham. Yes, China. I second time. I was in Sanya Island. Sanya, I was. Yes. No, it's third time. Third time. Yes, I was in Urumqi and Sanya, and after 2-3 years, I'm here. What attracts you to China again and again? I like China's people. I like China. Yes. And It's very beautiful here. Very beautiful place. what you like the most about China? I like everything. Everything. Everything is good. Okay. Interview beryapmiz. Any interesting thing? Xitoyda boshladik intervyu berishni. Is there any interesting thing you made in China? In China, interesting. Yes, interesting. Ice cream. Ice cream. Yes. Morojnilar qiziqarli. Da. Nima qiziqarli bizada? Kiyinishlar yosh boladek beg'uborliklari. Biz mana nima uchun kelganimizni sizlarga ko'rsataman intervyu. Every people is blogerlarni dressing everything. reklamalarni olgani kelganimizni tushunamiz. I see. Yes. O'zbekiston bo'yicha emas, biz with, dunyo bo'yicha. Shuning uchun bizani videolarga negativ bildirmaymiz. Yes. Ko'plab shunday joylarga reklamaga taklif qilishgan. And something interesting. I don't know. Everything for me, everything is beautiful. Mashinalari Interesting cars. Mother town. Uzbekistan. Tashkent. Kindak xonim tushgan Tashkent. Yes, I can. No, Russian and Uzbek. So English, but English not many people know. It's beautiful. Yes, it's French. Yes. China and China Uzbekistan. and Uzbekistan. Wow. Like China, Uzbekistan. Flag. Yeah. You make it here or? No, chiroyli bu sumka deb o'ylayapsizlar. Yo'q, bu sumka emas. Biz hozir aynan yog' bo'limida turibmiz. Mana yog'lar. Har xil idishlarga solingan yog'lar va упаковочный mana qarang, mana bunaqa aynan ana go'zal qizlar yog'i ko'tarib chiqmasligi uchun mana shunaqasiga ko'tarib, tak qilib olib chiqib ketadi. Yog'i упаковкасini qarang. Original holatda qilingan. Sumchkali bu bilasizmi qanaqa xonimlar uchun? Oliy tabaqali xonimlar uchun. Biz buni unaqa zamonaviy jargon tilida fifichkalar uchun deymiz. Nozima asarim, lekin oliy tabaqali ayollar yog'da ovqat qilmaydi. Ularga Yo, o'sha ishoning, o'sha oliy tabaqadagilar o'sha yog'ni ham shu tabaqaga qilib olishni yaxshi ko'rishadi-da. Hop, bizda ko'payib ketdi shunaqalar, ishoning. bo'lishi mumkin, lekin juda chiroyli упаковка. Juda. Podarka вообще zo'r. Hech kim ichida yog' mana bunaqa idishlarga qilingan yog'. Zig'ir yog'i, paxta yog'i, pista yog'i, jo'xori yog'i, hattoki zayt, aniq nima derdi? Mongoliya yog'lar ham bor ekan-da. Har xil idishda, nafaqat bunaqa. Erkaklar uchun ham mana erkaklar chimadanchikka o'xshaydi. Juda chiroyli, podarочныйda, juda chiroyli. Mana buni qarang. O'xshab chiroyli. Juda ham zo'r. Voy, qarang, hattoki mana bunaqa yer yong'oqlik yog'lar ham bor ekan. Ko'rasizmi? Avokadoli yog'lar. Bizda bunaqalari yo'q. Zig'ir yog'i bu. Ha, zig'ir yog'i. Zig'ir yog'i, jo'xori yog'i. Lavandali yog' bor ekan. Mana. Biz orqada qolib ketibmiz. Yog'chilashyaptamizlar. Tez istalgan narsani yog'. Mana buni qarang. Ovqat qilsangiz qilgisi keladi. Buni figurasi meni figuramga o'xshab ekan. Deb qo'yibdi, ya'ni qirollar. Qirollarga Aytdim-ku, oliy tabaqali oilalar uchun ekan. Juda zo'r. Korobkasini o'zini chiroyli qilib yasatib bergan, plasini, podachani o'zini chiroyli qilib berilsa, mijoz klientlar mazza qilib sotib oladi. Mana shuni ustida biz ko'proq ishlashimiz kerak. Upakovkalarda chiroyli, podacha chiroyli berishimiz kerak. Deb o'yladim, aql o'rgatayotganim bu meni fikrim. Yog'chilik shodtamizlar deb qo'ying, kommentariyada qoldirsin. Albatta, yo'qchilar shodda bo'ladi-da. Shu yerda sizlar-ku, yozingiz kommentariyada. Voy! Voy, men tashamaysiz deb o'ylagan edim. Odam hamma narsaga o'rganar ekan. Cho'laga ham, ilonlarga ham. Lekin baribir men ana yaxtada uchib ketyapman. Nozima, ertaga siz bilan bugungi kunimiz, birinchi kunimiz mana shunaqa holatda o'tdi. Ertaga esa o'rtoqlar biz yaxtaga boramiz, keyin Pekin poytaxtning o'ziga boramiz. Poytaxtda qanday vaziyatlar, qanday voqealar, hammasini birgalikda tomosha qilamiz. Albatta. Biz bilan qoling. Yana tashlaysizmi? Bechorani.
Bu nima bu cho'miltirishni bir turimi? Voy, bularni. Bu yaxshimi bu? Shu yaxshi ishmi? Bu Bu bak yaxshi Ne? ish emas. itning tug'ilishida shunday nimasi bor. Bunga yoqadimi bu? Uyginadi. O'rganadi. Aka. Xitoy shaharlaridan Nilufar Hamidovadan eng taniqli bo'lgan bu qizlarimiz. Ha, Xuaxoni ko'proq tanishar ekan. Muxlislari juda ko'p. Mana muxlislari. Hi. Hello. Uzbekistan. Yeah. Uzbekistan. Ni hao. Xie Xuaxua. Xafa bo'lma. Kuchlar joyiga keldik. Qo'rqasizmi? Juda ham qo'rqaman, lekin qarang kuchlarni orasida turibman. Mam chiroyli. Ha, juda chiroyli. Hech nima bo'lmadi işte. Hozir ishlat ishlamayapti. Dori qilingan-da, dori beriladi. Yo'q, minishga. Odamlar Qo'nishga odam. Yavoyi emas. Mana men dedim bu yuralaydi u. Qarang, bir-biri bilan. Ikkita liqildak.